Voydod, akani nima qilish kerak buni? Oka, mashinamdan nimadir sasiyapti, nimadir yomon vayat qilyapti desangiz, mana o'shani sizga oka yechimini topdim. Polik holatidan polli holatini ko'rsatay sizlarga. Yig'layapti, bu mashina yig'layapti, to'g'risini aytinglar. Voy bu lekin yomon qaynatdi lekin. Hisidan aytgan edim. Hech qachon mana shu holatga biz chexol taqmaymiz. So'z qilib, tozalab, mana shu joylarini olib tashab, keyingina chexolni taqib beramiz. Ko'rsatamiz. Pilososdan keyin toza holatiga chexol taqish qo'limi deylar. Kommentda yozib o'tinglar. Mana bunaqa holatdan keyin mashinani ag'latxona bo'lib ketdi desam, noto'g'ri tushunmaysizlarmi? Atak anchadan beri bunaqa ujasli mashina ko'rmayaptim to'g'risi. Oka, aynan shu xizmatni sizga ham qilish kerakmi? Hozir ko'rsatib o'taman. Oxirgacha ko'rib turing. Sedinani yechib olganimizdan keyin mana shu holatga yetib keldi. Mana shu holatdan bizni mana shu holatga olib keldik. Faqat mana bitta tomoni tayyor bo'ldi, ikkinchi tomoni hali tayyor bo'lmadi. Hayronman, bu holatga olib kelish uchun qanaqa bo'lish kerak? Voydod. Voy. Buni tozalash o'ziga qancha vaqt ketadi bilasizlar? Mana bu o'sha boyagi holatda pilisos qilib, tozalab, chexol taqishga tayyor qilib qo'ygan holatimizdan keyin mana shu holatga olib kelib berganmiz. Nimaga bu boshqatdan pilisos qilingan narsani yana ustidan tozalab chiqyapti desangiz, mana ichida unsurlar bor, mana bu ko'rasizlarmi? Pilisos ololmagan bilan. Bunda hozir apparatda ishqalaganimda holatdagi hamma unsurlar tashqariga chiqarib beradi. Yana bitta ustidan pilisos chiqaman. Grijasi bor odam, beli uzoq yo'lda yurganda oriydigan odamga men tavsiya beradigan chexolim, mana shu chexolni bizdan olmasanglar ham mana shunaqa chexolni olishni sizlarga tavsiya beraman. Pilisos qilib tozalab mana shu chexolni taqib qo'ydi. O'sha boshqa bitmi, umuman boshqa bitmi, boyagi bitdan keyin bu chexolimizni 5000 marta, 3000 marta o'tirib turganda chiqib ketmasligiga sifati zo'r turib berishiga garantiya beramiz. Mana shu boltni ham kerak bo'lsa littollab mazasi qochgan boyga Lacetti'miz shu-da. Buni hayotga qaytarib, pollarni tegini, polni chiskala qilib, mana qanaqa holatda qanaqa holatga keltirib berdik. Mana shu xollar bilan birgalikda. Okean tanlovda adashmaganlar. Mana chexolimizni taqib, pollarni tegini toza qilib boyga holatdan keyin o'zingizlar bildinglar, mana bu holatdan keyin qanaqa bo'lganini. Lacetti hayotga qaytdi. Agar sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Carbomaxga murojaat qilinglar. Faqat bizning kanalimizga qo'shilib qo'yinglar. Faqat istoriyada mana shunaqa qiziq ishlarni faqat istoriyadan kuzatishingiz mumkin. Shuning uchun kanalimizga qo'shilib qo'ying.